Shu vaqt ichida siz applikatsiyangiz, essayingiz yozib tugatishingiz kerak. IELTS'ingizni tetingiz tayyor qilishingiz kerak. Agar shuning uchun men aytdim, agar 9-8 bo'lsangiz tayyor qilib qo'ying deb. 8 olsangiz IELTS'ni muddati o'tib qolishi mumkin. Lekin SAT'niki albatta 5 yildan baland. IELTS'niki 2 yildan keyin so'rab o'tadi va sen topshirishingiz kerak. Shuning uchun IELTS'ni uncha maslahat bermadim 8-sinflarga. 9-sinf bo'lsangiz IELTS topshirib qo'yavering. 9 oxirlarida umid qilaman so'rab o'tib qolmaydi. So'rab o'tib qolgan taqdirda ham topshirib olsangiz bo'ladi yana bitta agar mablag' bo'lsa. Eng zo'r payt, lekin men fikrim bo'yicha 9-sinfda IELTS va SAT tayyor qilib qo'yish. Keyin 10-sinfda IP va IP degan qiziqarli ko'rib ko'ringlar, IP degan kurslar bor. IP va essayingizda universitetlaringiz ko'rsangiz bo'ladi. Noyabr aytib o'tganimdek barvaqt topshirish 1-avgust, 1-noyabr va nega barvaqt topshirish deyilgan bu? Chunki o'zi barvaqt topshirish eng birinchi topshirishi shuning uchun va nega odamlar bunga topshiradi? Chunki odamlarning asosiy sababi bunga topshirishni barvaqt topshirgani hisobiga barvaqt javobi chiqadi. Masalan, javoblari yanvar va dekabrning oxirlarida chiqadi. Early applicationning javoblari. Early application ikki turga bo'linadi. Early action va early decision. Nima farqi bor bularni? Early action degani bu siz universitetlarga topshirasiz va qaysi biriga o'tishingizdan qat'iy nazar xohlaganingizga borasiz. Masalan, 10 ta universitet topshirdingiz, 5 tasiga o'tdingiz, 5 tasini xohlaganingizni tanlaysiz va sizni hech kim majbur etmaydi shunga borasan deb. Xohlaganingizga topshiraverasiz. Boraverasiz, o'tsangiz agar o'zingiz xohishingizga qarab. Mana shu early action deyiladi. Ikkinchi turi bu early decision. Early decision bu sizni siz ko'p universitetlarda bu narsa yo'q. Masalan, MITda yo'q va ba'zi universitetlarda bor. Sizda shans bo'ladiki, o'lib qolsam mana shu universitetga boraman deysizda, bitta universitetga, bir dona universitetga early decision qilib topshirasiz. Bunda nima bo'ladi? Agar o'sha o'lib qolsam boraman degan universitetingiz sizni qabul qilsa, shunga borishga majbursiz. Boshqa universitetlarga o'tsangiz ham bora olmaysiz. Masalan, deylik, siz yoshligingizda MITga kiraman yoki Stanfordga kiraman deb orzu qilardingiz, yoki Harvardga kiraman, Oxfordga kiraman deb bittasini tanladingiz va o'lib qolsam ham MITga boraman dedingiz va undan so'ng agar MIT sizni qabul qilsa, shunga borishga majbursiz. Masalan, MITga Stanfordga topshirdingiz, MITni early decision qildingiz. MITga o'tsangiz majbursiz borishga. Mana shu farqi. Mana shu early action va early decision farqi. Men agar sizni IELTS'ingiz tayyor bo'lsa, SAT'ingiz tayyor bo'lsa, IP'ingiz bo'lsa yoki-da bironta activitylaringiz bo'lsa, essayingiz tayyor bo'lsa, maslahat beraman early application barvaqt topshirishga. Lekin early application bilan regular application barvaqt topshirish va o'rtacha topshirishni juda farqi tashdi yo'q. Faqat bitta plus tarafi barvaqt topshirsangiz barvaqt javobni olasiz. Mana endi keling gaplashaylik odatiy topshirish haqida. Regular decision application, ya'ni odatiy topshirish applikatsiyangizni. Bu ham 1-avgustda ochiladi. Siz 1-avgustdan boshlab topshirsangiz bo'ladi va deadline, ya'ni oxirgi muddati bu 1-dan 15-yanvargacha. Mana shu muddat ichida siz aytganimdek IELTS testlaringizni yozishingiz kerak. Regular decision bitta plus taraf shundaki, sizga qo'shimcha 1 oy vaqt beradi early applicationdan nisbatan. Siz early application barvaqt topshirasiz, barvaqt javob chiqyapti, lekin early regular ya'ni odatiy topshirish bu sizga 1 oy ko'p vaqt beryapti va lekin bitta minus tarafi javoblari kechroq chiqadi. Menga o'xshagan SAT yo'qlar hozirda shug'ullanadiganlar uchun menimcha eng zo'r payt men uchun, men fikrim bo'yicha topshirish vaqti mana shu payt. Agar sizda IELTS SATingiz bo'lmasa, chunki sizda bir vaqt bo'ladi olish uchun, qo'shimcha vaqt yoki essayingizni yozib olish uchun. Mana shu early application va regular decision yoki application. Juda ham ko'p universitetlar odatiy regularga topshirishadi mana shu ikkinchi variantiga va juda ham kam universitetlar va juda ham reytingi past bo'lgan universitetlar yil bo'yi ochib qo'yishi mumkin applikatsiyasini. Xohlagan paytingiz topshirsangiz bo'ladi. Faqat bu juda ham kam universitetlar va non profit emas, profit, ya'ni pul uchun ochilgan, mablag' pul qilish uchun ochilgan universitetlar uchun.
non profit va profit haqida ham keyinroq olishamiz shu darslar davomida. Va bu darsning oxiri umid qilaman siz dars tushunarli bo'ldi va yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bitta minus taraf bugun bo'ldi darsimizni. Ozgina pauzalar bo'ldi. Buning uchun uzr va ingliz tilida bo'lgani. Yangi darsdan men harakat qilaman hammasini o'zbek tilida qilishga. Chunki menimcha o'zbek tilida bo'lsa sizlarga tushunarli bo'ladi. Va kommentariyalarda kutaman agar qaranglar, agar ingliz tilida bo'laveradi deganlar, ingliz tilida yozinglar, ingliz tilida ham qilaveramiz. Agar xohlasanglar. Menimcha o'zbek tilida yozsam, ingliz tilini bilmagan odamlarga ham tushunarli bo'ladi, lekin menimcha hamma odam ingliz tilini biladi, chunki chet elga topshirmoqchi bo'lgan insonlar katta ehtimol bilan IELTS topshirmoqchi bo'lib yurishibdi. Va bugungi kursimiz shunchaki overview, ya'ni general tasvirlanish edi, ya'ni katta tasvirlanish. Bu biz chuqur kirganimiz yo'q bitta topikka, bitta mavzuga. Mana shu keyingi darslarda mana shu hamma narsani bitta har bir dars uchun bitta mavzular, masalan resume uchun bitta dars yoki recommendation letter uchun bitta dars, SEO uchun bitta alohida dars SEO uchun yetmaydi, lekin SEO uchun alohida dars va boshqa narsalar haqida SAT, IELTS agar vaqtim bo'lsa SAT va IELTSga ham alohida darslar chiqaraman. Mana shular haqida mavzular bo'ladi va keyingi darsimizda biz nima o'tamiz? Keyingi darsimizda biza ko'rishingiz mumkin grantlar haqida gaplashamiz va nechta universitetlarga topshirish. Siz 1000 ta emas, 30 ta universitetga topshira olmaysiz. Nega? Birinchi sababi shundaki, universitetlarga applikatsiya topshirish bepul emas. 500 so'mdan, ya'ni $50 to $100 gacha. Ba'zi birlar $120 bitta applikatsiya topshirishingiz. Bepul emas, o'shani hisobiga ham siz hamma universitet topshira olmaysiz va nechta universitetga topshirishingiz haqida, qanday universitetlarni saralab olish haqida, qanday qilib yaxshi universitet topish haqida, qanday qilib grantlar turlari haqida yana darsda gaplashamiz. Umid qilaman bugungi dars sizga tushunarli bo'ldi. Bu faqat общий ko'rinish edi. Yana darsda yana chuqurroq kiramiz mavzularga. Va qanday feedbacklar bo'lsa, mana bu darsni yanada yaxshiroq qilishga qanaydir nimadir yoqmagan bo'lsa sizga bemalol aytavering. Men yangi darsda mana shu narsalarni yaxshiroq qilishga harakat qilaman. Unda yangi darsgacha sizga beriladigan vazifa shundaki, mana shu bugungi o'rgangan narsalarimizni yanada chuqurroq o'rganishingiz mumkin yoki keyingi darsda aytib o'tdim grantlar haqida ko'rib chiqishingiz mumkin. Common App ko'rib chiqing, mana shu sizga vazifa bo'ladi. Sizga mana birinchi vazifa bu Common App topib, Common Appda ichiga kirib stiklab ko'rish, nima o'zi Common Appda asosan shu sizga vazifa bo'ladi. Men bu darsni bepul qilganimiz sababi bu degani men sifatga e'tibor bermayman degani emas. Men juda ham sifatga e'tibor beraman va darsni yanada yaxshiroq qilishga harakat qilaman. Bepul degani bu sifatsiz degani emas. Men qo'limdan kelgancha sizlarga yordam beraman va qanday feedbacklar bo'lsa marhamat va umid qilaman bugungi dars tushunarli bo'ldi. Va men bu yerda Instagram va Telegram yo'q ekan. Okay. Bu slaydlar ham eski bo'lgani uchun PowerPointda bo'lgan. Yangi dars yanada sifatliroq slaydlar bo'ladi o'zbekcha, umid qilaman. Yangi darsimizda ko'rishguncha bo'lmasam, uyga ishingiz esingizdan chiqmasin. Bu kursning maqsadi sizga foyda keltirish. Dangasa bo'lsangiz hech qachon maqsadingizga yeta olmaysiz va harakat qiling, ko'ring va hech qachon vaqtim ko'p deb o'ylamang, chunki agar siz 10-sinf bo'lsangiz, umuman vaqtingiz ko'p emas. Siz vaqtingiz juda ham kam. 11-sinf bo'lsangiz, sizda vaqtingiz pastda tugagan ham bo'ladi, lekin umidsiz bo'lmaymiz. 11-sinf bo'lganlar uchun o'zi universitetga topshirib bo'lgan bo'lsangiz kerak 11-sinflar, chunki bitirdingiz maktabni bu yil. Agar bir yil tashlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, arada sizda ozgina vaqtingiz bor, lekin xuddi hech qachon vaqtim ko'p deb o'ylamang. Ayniqsa 10-sinflar, 9-sinflarga ham shuni aytsam bo'ladi. 9-sinflarga ozgina ko'p vaqt bor, 10-sinflarga nisbatan. 8-sinflar ancha ko'p vaqtlaring bor, lekin 8-sinflar astoydil harakat qilib, SAT bilan harakat qilib 9-sinfda topshiringlar.
cho'zib yurmaylik hech qachon hech narsani. Ba'zida tavakkal qilish kerak. Va umid qilaman bugungi dars tushunarli bo'ldi va ko'rishguncha xayr.